Sayohat, 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 sayohat. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Centrum Holidays Vodiy filiali. Bugungi ajoyib sayohatimiz Gruziya davlatining Tbilisi, Barjomi, Batumi shaharlariga bo'lib o'tadi. Ushbu ajoyib safarimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Hozirda men yolg'iz emasman, do'stlarimiz bor, ular ammo kadr ortida. Ularni albatta birozdan so'ng sizlarga tanishtirib o'tamiz va safarimiz juda ham ajoyib bo'ladi va sizlarni zeriktirib qo'ymaydi degan umiddamiz. Qani unda boshladik. Centrum Holidays jamoasi eng sara turagentlar bilan bugun Gruziyaning Tbilisi shahriga info turga yetib keldi. Очень замечательные впечатления о Грузии. Спасибо большое Centrum Holiday и Centrum Air. Супер. Аутентичная, красивая. Ну, еще мы готовы только-только открываемся ко всем впечатлениям Грузии. Я думаю, что все понравится. Shunaqa do'stlar, Gruziya, Tbilisi birinchi kunimiz taassurotlar bir boshqacha joyga tushganda Yevropaning atmosferasini beryapti albatta. Bundan buyog'i qanaqa ketadi? Chunki kunimiz Tbilisi, Barjomi, Batumida o'tadi. Bizni kuzatishda davom etinglar, o'z fikringizni kommentariyaga yozib, qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmaymiz. Do'stlar, rosti bu joy meni hayratga soldi, chunki yo'lda to'xtab ajoyib bir gruzinskiy ovqatlarni tatib ko'ramiz degan maqsadda kirgan edik. Bu joyda atmosferasini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Qadimiy bir boshqacha atmosfera. Albatta bu insonni boshqacha holatga solib qo'yadi, chunki bunaqangi qadimiy joyda va bunaqangi ajoyib restoranni men oldin ko'rganman, faqat Yevropada, Rimda ko'rgan edim. Bunisi endi bir boshqacha atmosfera. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Do'stlarimiz bilan shundoq kelib gruzinskiy ovqatlarni bitta-bitta tatib olish qanaqa bo'ladi? Shuning uchun sizlarga maslahatim, ko'proq sayohat qiling. Sayohat qilish siz o'ylaganchalik qimmat emas. Shuning uchun ham doimo sayohatga chiqing. O'zingiz bo'lasizmi, do'stlaringiz bilan bo'lasizmi, oilaviy bo'ladimi, sayohatga ko'proq chiqing. Buning uchun albatta Centrum Holidays Vodiy filialiga murojaat qilamiz. Biz mehmonxonaga yetib keldik do'stlar. Afisha Hotel Tbilisi markazida joylashgan juda ham bir shinam va ixcham va noodatiy dekoratsiyaga ega bo'lgan mehmonxona. Endi room turda o'zim qilib beraman doimgidek. Qani ketaverdik. Bismillah. Xo'p, xonamiz juda ham bir ixcham joylashgan. Men va sherigim, ya'ni operatorimiz bilan birgalikda qolamiz shu ixchamgina xonada. Bu mehmonxona suite hotel deb hisoblanadi, ya'ni kichkinagina ixcham lekin ancha komfort hisoblanadi. Ko'rasizlar, xonada hamma sharoitlar bor. Agar zerikib qolsanglar, resepsiyonga telefon qilasizlarda gabar juba deb turib o'zingizlarda shikoyatingizni aytishingiz mumkin. Ko'rib turganinglardek bu tarafda ikkita
Kravatimiz joylashgan, televizor bor, Wi-Fi'lar zo'r ishlaydi. Kofe, undan tashqari suv, hamma narsani yaratib qo'yishgan. Hattoki ko'ryapsizlar, chiroyli qilib xalatlarimizni va tapchkalarni joylashtirib qo'yishgan. Undan tashqari bu joyda fenimiz bor ekan. Bu yoqda patinkani kremlash uchun kremlarimiz, seyflarimiz, hamma narsa mavjud. Ichkari esa hammom, sanuzel. Shunaqa do'stlar, o'zi aslida ikkalamizga отдельно xona olmoqchi edik, lekin doimgidek kontentlarda ham fikr bo'lish uchun sherik bilan qolgan yaxshi. Chunki bitta kalladan ko'ra ikkita kalla yaxshi deganlar edi. Отелей в Тбилиси. И отсюда мы с вами выезжаем сразу же на площади Руставели. Самая главная центральная улица в Тбилиси. Сразу же с правой стороны от нас мы с вами увидим памятник Шута Руставели. И за памятником сразу же следующее здание, которое мы с вами увидим, это Дом кино. И за Домом кино находится одна из самых современных и новых канатных дорожек, которая поднимается наверх на гору к парку развлечений. Все здания тут в основном отстраивались частично на этой улице от 1890-х и до 1950-х. Много зданий было. Do'stlar, Tbilis hayratda qoldirishni boshladi. Chunki o'zingizlar ko'rishingiz mumkin manzarasi va bu yerdagi sokinlik va bu yerdagi turistlar soni juda ham ko'p. Ko'p joyda men ko'ryapman, hattoki devorlariga ham yozib qo'yishgan Gruziya Yevropa deb. Ya'ni Georgia Yevropa, unaqa deb turib har xil narsalar flaglari bilan chiroyli qilib yozib qo'yishgan. Tez orada Gruziyani Yevropa davlatlari qatorida ko'rsak, ajablanmaymiz do'stlar. O'zingizlar manzaraga bitta baho beringlar. Немножко симбиоз, вы должны обязательно прочувствовать. Я вам скажу сейчас два старых грузинских слова, вы мне скажите, на что оно вам больше всего похоже. Тбилиси. На что оно вам похоже? На Тбилиси, да? Это два грузинских слова, которые означают теплая вода. Тбили теплая, вода лиси. У нас по сегодняшний день в Тбилиси номер один визитная карточка – это Северная больница. Номер один визитная карточка. Гастро, вино, архитектура, все появляется позже. Из-за чего люди, сам Вахтанг Гургасали, когда начал основывать город, он начал основывать город в априори из-за того, что тут находится серный источник, серная больница. Как это произошло изначально? Как это произошло? Как это вот с самого начала происходит? Да, вот Вахтанг Гургасали, он король, находится в городе Мцхетер. Начинается охота, он находится на фазанов, и
И во время подбытия одного из фазанов он приходит на территорию, где мы сейчас с вами находимся, приблизительно эта территория, и он находит тут небольшую деревушку, которая живет уже им довольно плохо. Людей, довольно много людей потопило, и он интересуется, что именно случилось. И он чувствует интересный вот этот запах именно сероводорода, после чего он уточняет у этих жителей, то, что они ему говорят, точнее, давай мы тебе объясним, что такое сероводород, что это за вода, а ты нам помоги восстановить деревню. И он начинает буквально с этого, он понимает, что для кожи, на тот момент, это 445 год, что вы понимали, на тот момент лекарства от кожи на пальцах можно сосчитать, да, там никаких мазей абсолютно, и он понимает, что эта вода, она сильно ему помогает, теоретически, стратегически место у Тбилиси супер, и он начинает понемножку застраивать эту локацию, после чего он основывает тут столицу. И столицу называют просто Тбилиси. То, что вы, наверное, слышали Тифлис, да, вот и было такое название в Тбилиси один раз, это просто переименование, потому что слово Тбилиси было сложно выговорить. И сделали, мол, Тифлис, и все, на этом все. Поэтому по сегодняшний день любой человек, мы видели с вами надпись Пушкина, есть надписи, есть достоверная информация, то, что тут побывал и Дюма, и Толстой, и Лермонтов, и все абсолютно люди, которые проходили либо военно-грузинскую дорогу, либо шелковый путь с Китая, они все приходили в Тбилиси и все посещали Северный Дон. Это номер один. Если у вас хоть немножко времени будет посетить, то я вам обязательно, моя рекомендация, вам тоже скажет большое спасибо за эту процедуру. Да? Öyle dedi ya. Her şey pahalı burada. Я хочу так сказать, что слова Создателя, что они есть на земле. И слова Создателя, что у нас есть глаза увидеть такую красоту. За вас, за ваше счастье, за ваше здоровье. И желаю всего самого-самого лучшего, чтобы вы всегда улыбались и рядом с вами были те люди, которые вам дали счастье и радость. За вас. За дальнейшее сотрудничество. Обязательно. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Tbilisidamiz. Ikkinchi kunimiz bu. Ajoyib o'tyapti. Ochig'ini aytganda, kechagi kunimizni o'zingizlar ko'rdinglar, qanaqa joylarga bordik, nimalar qildik, hammasini kadrda ko'rsatib berishga harakat qildik. Bugun ikkinchi kunimiz, xudo xolisa, bugun ham yaxshi o'tadi. Yaxshi kayfiyatdamiz, yaxshi mazza qilib uyg'ondik. Ikkinchi kunimiz haqida o'zingizlar video davomida bilib olishinglar mumkin nimalar bo'lishi haqida. Hozirgi vaqtda birinchi lokatsiyamizga yetib keldik. Bu lokatsiyamiz qanaqa joylashganligi, nima bor bu yerda, hammasi haqida do'stimiz, gruziyalik do'stimiz o'zi ma'lumot berib o'tadi. Всем салам, друзья! Мы с вами приехали в монастырь Бодбе, в регион Кахетия. Бодбе монастырь, который был основан в IV веке, и его основала Нино, женщина, которая крестила короля Мирьяна III и принесла христианство в Грузию. Тут же в этой церкви мы с вами увидим саму могилу Нино и всю красоту Алазанской долины и Кавказского хребта визуально и исторически. Прошу вместе с нами.
Assalomu alaykum. Hozir biz Centrum Holidays jamoasi bilan va qolaversa O'zbekistonning eng yaxshi tur agentlari bilan infoturimiz ikkinchi kuni Gruziyaning Kaxetiya, ya'ni eng boy regioniga keldik. Mana manzarani o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy toza havo, musaffo, shunaqa nima deydi, mazza qilib nafas oladigan, ko'kalamzorlashtirilgan manzarani ko'rishingiz mumkin. Albatta Gruziyaga safar qilsanglar, ya'ni sayohat qiladigan bo'lsanglar, bu joyga kelmasdan ketishni xayolinglarga ham keltirmanglar. Albatta sizlarda xotiranglarda bir umr saqlanib qoladi. Hozirda biz jamoamiz bilan Gruziyaning Signaki degan shaharga keldik. Bu juda ham qiziq, tarixiy joy ekan. Bundan mana maza qilib kelgan turistlar albatta bunga tashrif buyurishingizni maslahat beraman, tavsiya qilamiz. Bilyapsizmi, Abdulaziz aka, bu yerda nafaqat havosi, manzarasi, undan tashqari odamlari ham bir boshqacha odamlar, yana doim kulib turadigan, qandaydir hali oldiga yaqinlashadigan bo'lsangiz, "Ke" deb nimalardir ilinadigan xalq ekan. Men shunaqa his qildim, chunki qayerga qaramaylik, qayerga kirmaylik, juda ham chiroyli muomalada bo'lishyapti, juda ham chiroyli kutishyapti-da, undan tashqari kuzatib ham qo'yishyapti. Ayrim shu jihatlari mehmon do'stligi odamlar kulib turishi, kutib olishi bu bizani o'zbek xalqiga ham men yaqin deb tushundim bu narsani. Ha, xuddi shunaqa. Kechagina o'tirganimizda ham aytdi rahbari, ko'rishgan shu bizning kompaniya tomonidan kutib olgan shu rahbari, bizga mehmon juda bu qadrli narsa, bu Alloh tomonidan bizga yuborilgan rizq demoqchi. Rizq deb shunaqa qabul qilishyapti. Bu degani Gruziya mehmondo'st xalq deb tushunsangiz bo'ladi bemalol. Do'stlar, ko'ryapsizlar, bu yerda ajoyib manzarasi va undan tashqari yashil tabiati va bunaqangi chiroyli va qadimiy ko'chalari odamni baribir o'ziga tortadi. Shuning uchun ko'proq sayohat qiling. Sayohat qilish uchun esa Centrum Holidays'ga murojaat qilishingiz mumkin. Хотел вас попросить, чтобы вы рассказали вообще, какое это место, какую свою историю это имеет значение. Город Сигнаки находится на Гомборском хребте. Высота города Сигнаки 790 метров над уровнем моря. И это культурный центр Восточной Кахетии. Если Тель-Авив более западный, то тут Восточная Кахетия. Центральное место, где люди могли прийти сюда, могли торговаться, могли общаться и могли показывать свой интеллект и свое направление творческое. Однозначно виды отсюда вообще великолепные. Мы видим отсюда с Гомборского хребта видим Алазанскую долину, за Алазанской долиной главный Кавказский хребет, который защищает Грузию все долгие года от холодных ветров и от напастей разных врагов. Тут же у нас город Сигнаки великолепное место для вдохновления и великолепное место для нахождения себя внутреннего. Так что советую обязательно Посетить, да? посетить, прийти, остановиться на несколько дней в дождливую погоду, в сухую погоду, в снег. Каждый период он отличается. Отлично, спасибо за информацию. Всегда, пожалуйста. Bunaqa uyda yashagan bo'larmidingiz desam, siz aytishingiz mumkin, bu oddiy uy, nimasi bilan hayratda qoldiradi deb. Lekin bunaqa manzarasi bo'lsa, aniq yashagan bo'lardingiz. Ha do'stlar, shunaqangi ajoyib sayohatlarni qo'ldan boy bermang. Buning uchun esa albatta Centrum Holidays'ga murojaat qilishingiz mumkin. Да, можно. Так, ребята, сейчас я покажу вам, как женщина печет грузинский хлеб. Называется шот из пури.
Прошу вас сюда. Сюда, Китка, и тебе. Вот. Gabarjuba, Да. Gogorahar. Да, Майя вам покажет, как печется хлеб. А потом, кто будет желающий, будет. Да. Моя крышка хорова целует. Хорошо. Да, вот так она печет хлебушек. Сейчас она это все снимет, а потом вы начнете. Она должна раскрыть сердцевину, чтобы опять заново нагрелись стены. А потом уже ребята будут, кто желающий, вот тоже покажет она, как печет. И будете вы потом печь. Do'stlar, aytganimdek, Gruziya xalqi juda ham bir mehmondo'st, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xonadoniga keldik. Xonadoniga kelib, bu yerda har xil ichimliklar bor. Bular bezalkogol emas, baribir alkogol hisoblanadi. Undan tashqari ajoyib bo'lgan nonlar yopishyapti va bizni shunaqangi bir chiroyli kutib olishdi. Ko'rib, ko'zlaringiz quvonadi. Birgalashib ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda tandir joylashgan. Undan tashqari tandurda orqasida o'zlari xamir qilib, o'zimizni o'zbekona ayollarga o'xshab chiroyli nonlar yopib, undan tashqari har xil taomlar bilan bizni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'rishgan. Albatta bu Gruziya xalqi juda ham mehmondo'st. Buni yana bir marta isboti bo'ldi bu narsa. Bizni shunchalik hurmat qilib kutib olganligi uchun bularga kattakon rahmat aytamiz. Siz ham sayohat qilganingizda shunaqangi oddiy xonadonlarga kirib mehmon bo'lishda esdan chiqarib qo'ymang. Ko'pchilik aytadi, Centrum Holidays'ni boshqa tur firmalaridan nima farqi bor deb. Bizning farqimiz do'stlar, shunaqangi sayohat davomida chiroyli qilib Gruziya va boshqa davlatda bo'lsa ham xonadonlarga kelib mehmon bo'lamiz. Albatta bu yoqimli, chunki o'sha borgan davlatingizni 100% his qilish uchun juda ham sizga ma'qul keladi. А? Так, микрофонима калватун как это буляйк. Раз отсила параки бы, ну на ус. Вот. Майя, у тебя хлеб упал там. To'g'risi do'stlar, men bu joyga kelib shunchaki shok bo'ldim. Sababi haqiqiy Gruziyani oldingi davriga tushib qolgandek bo'ldim. Bu joy hech qanaqa muzey yoki boshqa narsa emas, haqiqiy uy. Nima desam ekan, kirdim-u, xuddi meni o'zi oldindan qanaqadir bir miyamda shunaqangi narsa bor, oldingi davrga tushib qolsam-u, yashasam degan narsa aylanadi. Bu narsa Saudiya Arabistoniga borganimda ham, undan tashqari Yevropaga borganimda ham ichimdan o'tgan, lekin Gruziyaga kelganimda ham ichimdan o'tgan, lekin imkonsiz deb o'ylagan edim. Lekin bu joyga kirib shu narsani men his qildim. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, bir boshqacha, hamma narsasi joy-joyida, oldingi narsalari. Buni kinolarda ko'rganman, nimaligini hozir so'raymiz. Bratan, это что? Это, друг мой, это рог. Рог. Рога бывают разные, абсолютно разных размеров. Тут приблизительно 0,5-0,6. Сюда заливается вино. Вино, да? Пьется в основном за вашу семью, за фамилию целиком, либо за эту семью. В основном пьется дорогой тост, так скажем, да? И заливается полностью. Точка всегда должна быть выше. И выпивается 0,5 одним разом. Без пауз. Без паузы? Без паузы. А потом, когда вы заканчиваете, просто переворачиваете, показываете, что все выпили. И все, передаете другому человеку. Do'stlar, o'zingizlar eshitdinglar, bu narsani tarjima qilishga hojat yo'q. Ya'ni ochig'ini aytganda 3gacha to'ldirib turib, bittada ko'tarib ichish ancha bunchasiga ham bo'lmasa kerak, lekin qoyil qoldim men. Chunki nima desam ekan, shunchalik bu narsalarga e'tibor berishganki, o'zlarini nima desam ekan, kulturasini ko'rsatadi bu narsa, lekin hammasi ajoyib. Videoda oxiriga doğru ko'ramiz, sayohatimiz endi boshlangan. Qorontoyda do'stlar, juda ham bir maza qildik, boshqacha atmosfera, boshqacha muhit bo'ldi. Ochig'ini aytganda, bularga kattakon rahmat. Sababi
Gruziya davlatiga kelganda 5 yulduzli mehmonxonada turishimiz mumkin, 4 yulduzda turishimiz mumkin. U yoq bu yog'iga borishimiz mumkin, lekin bunaqangi joyga kelib, mazza qilib, ovqatlanib, bularni tansiq taomlardan tatib, bu yerda yana ham his qilish odamga bir boshqacha ruhiyat bag'ishlaydi. Shuning uchun biz mazza qildik va bularga kattakon rahmatlarimizni aytdik. Agarda siz ham Gruziyaga, umuman nafaqat Gruziya, har qanday davlatga sayohat qiladigan bo'lsangiz, albatta u yerda muhitini yana ham his qilish uchun bunaqangi ajoyib o'zlarini xonadonlariga borib mehmon bo'ling, chunki bu sizga yoqishi aniq. 3-kundan barchaga salom. Abdulaziz aka, bu yog'iga plan qanaqa endi? Xudo xohlasa mana bugun Tbilisidagi sayohatimiz yakuniga yetdi. Endi o'sha mashhur bo'lgan keyingi lokatsiyamiz o'sha mashhur bo'lgan Gruziyani shu shifobaxsh Borjomi tog'lariga boramiz. Keyingi sayohatimiz endi Borjomida bo'ladi, kutinglar. Borjomida bundan ham ajoyib lokatsiyalarga boramiz. Bilasizlar, u joyda yashil tabiat va undan tashqari shifobaxsh suv bor. O'sha suvlardan ichib, u joyni, chiroyli joylarini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Xo'p, qadrli do'stlar, mana biz nihoyat o'zimizdan bugungi lokatsiyamizga yetib keldik. Gruziyani o'sha mashhur bo'lgan eng nima deydi, havosi toza bo'lgan shu Borjomi shahriga yetib keldik. Bu Borjomi shahri, hozir biz botanika bog'ida turibmiz. Borjomida o'sha hammamiz eng mashhur bo'lgan, iste'mol qilish yaxshi ko'radigan Borjomi mineral suvini tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz va otellarda har xil davolanish turlari bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik, ko'ramiz. Men o'zim qolganini yo'l-yo'lakay tushuntirib beraman. Это какой Боржоми, братан? Вода, которую мы сейчас с вами пьем, это вода, которая поднимается из-под земли из 200 метров приблизительно. Поэтому вода теплая. Это оригинальный Боржоми с природными углекислыми газами. Поэтому чувствуется немножко газа на языке. А в основном вода оригинальная Боржоми не газированная. Ее добавляют газировку уже искусственно, когда добавляют соду для транспортировки в другие страны. Тут же недалеко отсюда есть холодный источник, который поднимается из-под земли 19-20 метров. Он холодный, потому что он находится ближе к земной коре, а не к земному ядру. Поэтому эта вода есть оригинал, так скажем. То, что мы сегодня пьем с вами, это разливается в бутылке, это минимальная процентизация тех витаминов, которые мы сейчас с вами пробуем. Сейчас вот мы пробуем самое родное, самое 100% original. 100%. Ko'ryapsizlar do'stlar, bizda hamma narsa doimgidek original, hattoki ichayotgan Borjomi suvimiz ham. Shuning uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. За ваше здоровье. Abdulaziz aka mana Borjomidagi Likani mehmonxonasiga ham kelib oldik aka. Bu joyda to'g'risini aytganda men bu darajada deb o'ylamagan edim. Sababi men rasmlarda, videolarda ko'rganman, lekin hayotda ancha chiroyli ekan aka. Bu joy o'zi qanaqa joy aka bu? Meni hayratda qoldirdi to'g'risi. Xo'p, bu joy haqida qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, bu Borjomidagi eng yaxshi, bizani o'zbekistonliklar eng yaxshi ko'radigan va
ko'p keladigan mehmonxona Borjomi Likani mehmonxonasi. O'zbekistondagi turagentlar o'rtasida siz ham so'rasangiz bo'ladi. Eng ko'p qaysi Borjomidagi otellarni bron qilasizlar desa, mashina birinchi bo'lib shu Borjomi Likani otelini birinchi bo'lib tavsiya qilishadi. Bu Borjomi Likani oteliga nimalar bor ichida deb aytadigan bo'lsa, agar shularni bu Borjomi Likani otelining hududi o'zi eng katta bog'iga ega bo'lgan yagona otel Borjomidagi. Ya'ni shaxsiy bog'i bor bularda. Shaxsiy bog'i bor, yagona mehmonxona hisoblanadi bu. Undan tashqari qolaversa, xonalari ta'mirlanganligi o'ta zamonaviy, yangi remontlari ham svejiy remontdan chiqqan deb aytamiz. Yangi remontdan chiqqan. Yangi remontdan chiqqan qulay xona, shinam xonalar. Bu mehmonxonaning ichida yana undan tashqari lecheniялari bor, ya'ni o'zining terapiya doktorlari bor. Shu kelib birinchi kundan shu doktor ko'rik yozilasizlar. Doktor sizlarga o'sha o'zingizlarning sog'lig'ingizga qarab sizlarga muolajani o'zi belgilaydi doktor. Jakuzi vannalari bor, har xil suvlarda cho'milsanglar bo'ladi. O'zini qolaversa bunaqa toza havosidan 24 ga 7 bemalol nafas olsanglar bo'ladi. Qolaversa yana Borjomi suvlaridan ichib maza qilib, eng tozasi original suvi, originali shu yerda bo'ladi Borjomi suvini. Ama qoyil. Shunaqa do'stlar, bu joy haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, Borjomi Likani juda ham bir mashhur, Gruziyada va butun dunyoda mashhur va O'zbekistondan keladigan barcha turistlarimiz, barcha davolanish uchun keladiganlarimiz aynan shu mehmonxonaga keladi. Buni afzalliklari shaxsiy bog'iga ega, undan tashqari lecheniya olsa bo'ladi va undan keyin shunaqangi ajoyib manzarasi kim ham yo'q derdi. O'zbekistonda ham baribir shunga yaqin xarajat qilasiz, undan ko'ra ozgina qo'shib Borjomi Likaniga o'z qadrdonlaringizni, oila a'zolaringizni, ota-onangizni yuborib, ular duosini olish baribir boshqacha bo'ladi. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin, atrof muhit juda ham chiroyli. Undan tashqari ovqatlari 24 ga 7 halol ovqatlari bor, xonalari pokiza, xodimlarini har bittasi siz uchun alohida xizmat qilishadi. Ya'ni siz bu yerga kelganingizda haqiqiy, sifatli servisni his qilasiz. Albatta siz ham bunday imkoniyatdan foydalanib qoling va o'zingizni, yaqinlaringizni, ota-onangizni va o'zingiz do'stlaringiz bilan kelib bu yerga nafaqat dam olish, balki birgalikda lecheniya, ya'ni davolanish ham mumkin. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sizga ham shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Centrum Holidays'ga murojaat qilishingiz mumkin. Centrum Holidays doim sifatni kafolatlaydi. Xo'sh do'stlar, bugun mana Gruziyaga bo'lib tashkil qilingan info turimizni Centrum Holidays nomidan hamda bizning buyodagi partnyorimiz nomidan tashkil qilingan 7 kun 6 kechalik info turimiz yakuniga yetdi. Hozir mana biz Batumi aeroportida turibmiz. Guruhimiz bilan Gruziyani tark etish sharafasidamiz.
Xo'sh, Ali nima deysiz? Qanaqa bo'ldi taassurotlar mana shu 6 kecha 7 kunlik Gruziyaga bo'lgan mana shu sayohatimiz haqida qisqacha fikringizni ayting. Men oldin ko'plab sayohatlarga chiqqanman, lekin bunaqangi infoturga hech qachon chiqmaganman. Bu men uchun birinchisi bo'ldi va men uchun katta tajriba bo'ldi, ochig'ini aytganda. Lekin jamoa shunaqangi ahil bo'lib yig'ilgan, xarakterlarimiz bir-birimizga juda ham tushgan. Shuni hisobiga hech qanaqa menda muammo bo'lmadi. Keyingi safar yana infotur bo'lsa, jon deb kelaman. Ayniqsa Gruziya bo'lsa, Gruziyaga yana qayta kelishga men tayyorman. Chunki Gruziyani bu yerdagi partnyorlar juda ham chiroyli yoritib berdi. Ya'ni Gruziyani men 100% his qildim ich-ichimdan. Men o'ylarim oldin, oddiy Gruziya xalqi, oddiy ovqatlari deb o'ylardim. Yo'q, bularda o'zlarining kulturasi va o'zlarining madaniyati bor ekan. Shuning uchun men juda ham maza qildim va keyingi safar yana borishga, yana infoturga borishga va Gruziyaga kelishga men tayyorman. Ayniqsa bu yerdagi yashil tabiat juda ham boshqacha. Xo'p do'stlar, hammalarga rahmat. Gruziyada yana kutib qolamiz hammani. Qolgan turistlarni ham taklif qilamiz. Endi navbat O'zbekistonga ketamiz. Xo'p do'stlar, ushbu infoturdan ko'zlangan asosiy maqsad bu yerga keladigan mijozlar, bu yerga keladigan turistlarni qanaqangi joylarga boradi va qanday sharoitlarda yashaydi, qanaqangi mehmonxonalarga joylanadi va qayerlarga borish mumkin degan savollar bo'lar. Doim biz o'zimiz chiqib o'sha joylarni birinchi bo'lib o'zimiz o'rganib kelamiz. Ya'ni borgandan keyin qaysi mehmonxonada qoladi, qayerlarda ovqatlansa bo'ladi, qayerlari gavjum, qayerlarda bemalol dam olsa bo'ladi. Shu narsalarni biz o'rganib o'z jamoamiz bilan O'zbekistonga qaytish arafasindamiz. Keyingi safar yana boshqa videolar keladi, boshqa davlatlari. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni yozib qoldiring va Centrum Holidays'ni kuzatishda davom eting.